Xotin bo'lish qiyin emas. Qiyini erning jahli chiqqanida bitta gapdan qolib, gap qaytarmaslik. Qiyini qorni och kelganida yarim kechasi bo'lsa ham turib ovqatni oldiga qo'yishdir. Qiyini achitib, kesatib olishning o'rni kelganida uni ranjitmaslik uchun tilini tiya bilish, uni ayay olishdir. Qiyini hayot tashvishlaridan charchab, alamini sizdan olganida uni to'g'ri tushunish, xafa bo'lavermaslikdir. Xotin bo'lish qiyin emas. Qiyini kayfiyatingiz yaxshi bo'ladimi yoki yomon ko'chadan kirib kelganida uni jilmayib kutib olishdir. Qiyini ba'zida xafa qilib, ranjitsa-da haqqiga samimiy duolar qila bilishdir. Xotin bo'lish qiyin emas. Qiyini nafsga yoqmasa ham itoat qilish, bo'ysuna olishdir. Qiyini ayblari, kamchiliklari bo'lsa-da, bolalariga otasini dunyodagi eng yaxshi inson deb ko'rsata bilishdir.